Hozir sotaman siz nechta sotasiz? Endi 35 juda baland aytibsiz-ku. Endi pul chiqar ya. Pul chiqadi. Oladigan odam aytadi endi. Menda o'sha. Siz aytdi, to'g'ri kelsa, sotamiz. Bo'ladi siz narx 20 million beraman. Bering olib qolaman. 25 ga tortmaydi. Polni kraska lekin. G'ip prosto. Ya sizga ko'nglingiz kechib bo'lsa 25 olmaydi lekin. Dediz baland. Endi 30 lar Instagram ko'rib o'tgan bo'lsangiz, uzoqdan savdo qilayotganim videoga tushdi xohlamadingiz. O'sha uchun uzoqdan turib gapiryapman. Men olsam sizni olishmaydi. Dal gaplashamiz. Qarang, mart endi dedi demang, 30 ga olmaydiki buni. Bitta narsani ochiq yuring. Sotishmi niyat? Bugun juma kuni, yaxshi kun kelgansiz. Menga kerak emas, pul qo'yib bermay sotamiz baribir. Men olsam ham yo'q, shaydan xalq olsa ham menga pul kerak emas qisqasi. 25 ta necha pul pasay bitadi. Bo'layotgan gap. Osmon o'par gap kerak emas. Bo'layotgan narsani bo'lgani yaxshi. Uni nima qilasiz bu tepaga o'tirib? To'g'risaga uni yigit qarga bosib qolganda. Shunga pul o'zi bilaman deb taxliyotdi buni. Olgani ham hech qancha bo'lgani yo'q buni. Taxliyotdi keyin pul zarurli uchun qarga bosib qolgan sotaman desam. Shuning uchun aytolmayman. O'shada hozir 1 million bo'lsa ham 500 ming. Ya to'g'ri. Endi hamma ham xudo deydi. Qochgan ham xudo deydi, quvgan ham aka. Bu o'zi shunday, dunyo shunday. Mayli, egasi bo'lsa-chi bir ochiqroq gapirsaydi. Ya 26 emas, men qarang. Bitta ko'ring. Mayli, bugun juma kuni yaxshi kun, soting. Menga ham pul kerak emas, 26 demang faqat. Mana olib kelgan sababchiman deb sotib bering deganda. Yaxshi bir ishga uchun olib keldim, o'zimniki buni kerak. Ko'p qarz qilib ketganmi? Bilan ish qilaman. Karta o'ynagan. Yo'q, endi bilmadim, oilaviy muammo o'zi deb ko'pchilik shunaqa narsaga kirib ketadi-da. Shundan kirib ketganmi endi? Bitta ko'ring. Yomon narx bo'lmaydi, zo'r narx bo'ladi. Bo'lsa 24 million narx pul beraman, bering olib qolaman mayli. O'zi 22 so'rayman dedim. Eng baland 22 gacha so'rayman, buni 22 dan baland dedim-da. 24 million so'radim. Bo'lsa bering tavakkal olib qolaman. Ya'ni shuncha savdo qildi. Shuncha savdo qilgan shunga ham bering, 25 bering shunga, olib qoling aka. Mayli. Rozi bo'ling. Ha, olasizmi? Matiz ololmay qoldingiz, ha? Ha, bo'laman. Ya aytmang, oling siz. Ya, bayram videoga tushmaydi deb sotib qo'ydilar-ku. Videoga tushdilar endi foydasi. Xo'p, obzorni aytib o'tdim. Qayerdan o'z sizniki? G'uzordan. Boya bayaq Matizni ham ololmay qoldilar. Ha, ololmay qoldim. Uchoqimiz olaman dedim, tekshirib odam keldi, oldi. Ya, olib ketdi Matiz buvaniki. Hamma narsa yaxshilikda, hozir bu yigit ham xafa bo'lganda bo'lyapti-ki, balkim bu yigit bundan ham zo'r boshib kutayotgan. Shunday, yaxshiroq. O'zi bilmayapti-da. Matiz olamiz, Nexia oldik mana. Ha, Matiz olaman, Nexia oldik. Xo'p, obzorni aytaman. 2009 soni gibrid motor, polni, endi tomirlarni polni kraska qisqasi. Shunda ko'rib chiqqan bo'lsangiz, radna detallarni past sepilgan, tippasi ozroq radna joy qolgan. Tushundingiz? O'sha uchun aytdim-da. Yurgani qancha aka? Noma'lum. Bo'ldi, bedara yurgani, motori yaxshi, metan gazi bor. 25 millionga oldim. Bugun xayrli juma kuni aka, rozi bo'lasiz, 25 o'zingizga o'tdi. Men roziman. Xo'p, do'stim, rozi bo'lasiz. Mana texpas